Hammaga salom jigarlar. Bugun biz Real Madridning ikki futbolchisi, o'ng qanot o'yinchilari Rodrigo hamda Daniel Carvajallarni full qilamiz va Rodrigoni sotib olamiz. Birinchi Rodrigoni, keyin esa Daniel Carvajalni full holatga yetkazamiz jigarlar. Manadan Rodrigo ham 12-raqamda chiqib kelmoqda. Braziliyalik o'ng qanot hujumchisi. Va Rodrigoga zaxirada turgan holatda fitness bosishni boshlaymiz. Va yaxshi kuchaytirishlar. Shu setr darajasi iloji boricha kamroq kuchaysa juda zo'r holat bo'lardi Rodrigoda. Lekin dilisi bizni ustimizdan kulganday, bizni kalaka qilganday setriga tushiraveradi. Hujumchiga kerakmas narsasiga ko'proq tushiradi, himoyachiga ham shunday kerakmas narsasiga ko'proq tushiraveradi. Va tezlanish 95 holatiga ham yetdi. Tezlik 90. Break horse tezlik 93. Hozircha yaxshi kuchaymoqda Rodrigo. Mana shu setrasiga 80 dan baland bo'lmasa zo'r bo'lardi-da. 95 tezlikka erishdi. Va tezlanish 100 holatiga yetdi. Rodrigo himoyada tushib qolyapti. Juda qiziq holat. 194. holatiga yetdi va break horse bilan 80 bo'lib ketdi setri. Bu juda yomon. Yana setriga. Yana setriga. 97. 99. 100 bo'lmoqda Rodrigoda. Tezlik 98. Setr 86, setr 87, setr 88 va 98 ga 88. Bu vaziyatda ikkitalik fitness bosib yuboramiz. Setr bo'lmasa 90 dan ham oshib ketadi. Texnika kuchaytirishlar 10 tacha bosamiz shekilli. Taklinga, shotga, kontrolga tushmoqda. Yana taklinga, kontrolga. 3-marotaba taklinga tushdi. Zarba 87 va break horse bilan pas ham 87. Zarba 89 holatiga yetdi va 90 bo'lmoqda kontrol va Rodrigoni full holatiga yetkazdik. Mana Daniel Carvajal ham chiqdi jigarlar. Uni ham sotib olamiz. Super futbolchi Daniel Carvajalni markaziy himoyaga tushirib berdi bizga va kuchaytirishlar bosishni boshlaymiz. Iloji boricha Carvajaldan 3/100 holatini chiqarib, setr darajasini ham 90 holatga yetkazib, keyin unga ham 3-4 ta texnika ortib qolsa kerak, o'shani bosgan yaxshi. Setr darajasi qancha past bo'lsa, qanot futbolchilariga shuncha yaxshi bo'ladi. Setr futbolchilarni yugurishini astalashtirib qo'yadi. Shuning uchun setrs qancha past bo'lsa, shuncha yaxshi himoyachilarda ham, qanot futbolchilarda shunday. Tezlanish 91 bo'lib ketdi. Carvajal yaxshi kuchaymoqda. Real Madrid o'ng qanot futbolchilari juda kuchli ikkisi ham. Carvajal jarohatdaligi sabab balandlasha olmadi o'zi. Carvajal 83-84 darajaga arziydigan futbolchi edi vaqtida. Juda kuchli futbolchi. Daniel Carvajal ham, Rodrigo ham. Men o'ylashim bo'yicha Viniciusdan Rodrigo kuchli deb o'ylayman. Shu narsa haqida kim qanday fikrda bo'lsa, kommentariyada kutib qolaman kommentlarni. Jigarlar, Vinicius yoki Rodrigo qaysi birini tanlaysizlar? Kommentda yozib qo'yinglar. Xo'sh,
break horse berilmoqda Carvahalga. Juda chiroyli va kuchli darajada kuchaymoqda Rodrigo, lekin break horse setari juda ham balandlab ketyapti. Va tezlanish 100 bo'ldi. Yana break horse setari 89 holatiga yetdi. Tezlik 96, setari 90, 91 setari, 92 setari. Jigarlar, shu video sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Va bitta texnika bosilib ketdi, shu vaqtda zarbaga tushdi. Setari 95 bo'lib ketdi. Speed 99. Stat 98. Va speed 100 bo'lgan Carvahalda, lekin ikkitalik kuchaytirish bosib ko'ramiz tavakkal uchun, omadimiz uchun. 98 ga 95. Qani? Xo'sh, ikkitalik kuchaytirgich va stat darajasi 100 holatiga yetdi, setari 96. Juda chiroyli darajada Daniel Carvahalni ham full qildik. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar. Xayr, sog', salomat bo'ling.